Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun mana ko'chatlarimiz sotuvda. Ko'chatlarning manzili Toshkent viloyat Chinoz tumani Istiqlol MFI. Eski Alisher Navoiy kolxozi deyiladi. Hozir yangi nomi Istiqlol MFI bo'lgan. Kelaverasizlar. 9 xil, 10 xil ko'chatimiz bor. Manzil shu Istiqlol MFI sentri Bog'zor ko'chasidan oxiriga kelganda 42-uy. Mana shu uchastkamizga kelaverasizlar. Darvoza ochiq har doim. 9 xil ko'chatimiz bor. Mana sanab o'taman. Uje mana pashti barik chiqarishni boshlayapti. Rosa ekadigan payti bo'lib turibdi. Mana ekadigan payti bo'lib turibdi. Bir chekkadan nomlarini aytaman. Bu o'rik. O'rigimiz terselar, teraslar bo'lmasam joyida qoqqi bo'ladigan o'rikdan. Yangi chiqqan katta qora orxolidan. Olma pinkle deydigan olmamiz mana ko'karyapti. Mana eski barigi ham turibdi, chunki barik to'kmasligi bu qishki. Qip-qizil olma qishki ham turaveradi. Tomirlarni ko'mib qo'yganmiz, suvlab zo'r bo'lib turibdi. Bodom, yuqa po'choq bodom bor. Keyin mana bu qizil olma, stakanchik olma 5 yulduzli sredniy soladi. Pachchano katta bo'lib ketmaydi. 5 yulduz olma, lekin g'ij soladigan olmadan ikkinchi turi. Keyin shoftolimiz bor. Xon degan erta pishar shoftoli. Xon degan erta pishar shoftoli. Gilosimiz bor. Giloslar ham mana uje kurtaklayapti. Ekasiz ko'karadi. O'zim ham ekdim, uje 2 kunda barik chiqarishni boshladi. Sirazim nima qiladi. Mana 3-olmamiz kuzgi olma, bu ham qizil olma. Karli kivi, lekin bunisi uje mana bu ham barik chiqarishni boshlayapti. Ekasiz hosil beradigan. Bu yil keyingi yil hosil beradi. Hammasi pol karli kivi ko'chatlar. Karli kivi, toza karli kivi nok ko'chatimiz bor. Abichniy nokda karli kivisi. Bu yerda yong'og'imiz ham bor. Bu ham karli kivi. Tomirlar rosa zo'r. Kelaverasizlar navoiyliklar.